endi tan olish kerak, blogerlarda reklama kamaygan. Nimaga? Chunki mana sizlardagi biznes borlar o'zi profilini yurg'izishni o'rganyapti, video olishni o'rganyapti. Bu albatta yaxshi, men unga umuman qarshiligim yo'q, chunki hamma puli yoniga qolishini, yaxshi pul topishni xohlaydi. Kimdir taklif bilan chiqib reklama qilib bersa, da qilib beramiz, lekin biz ham sizlardan majburlab olib, yo'q sizlar qilmanglar, biz qilib berishimiz kerak demaymiz, deyolmaymiz. O'qigan yaxshi, o'qib bo'lganga yaxshi, hattoki bir ikkita magazinlarni ko'raman, serial qilib olishadi, o'zini mahsulotini, tovarini o'zi kerak bo'lsa biz ayrim blogerlardan ham, bizdan ham zo'r reklama qilib qo'yapti-da. O'shaning uchun izlangan yaxshi. Mana sizga yana dars onlayn kurslaringiz bor. Bugungi shuncha darsimizni baribir yetmaydi, buni chuqurroq o'rganish kerak. Aytmoqchimanki, shu narsani boshini yumshadinglarmi, oxirigacha to'xtatmanglar. Bitta video emas, 10 ta emas, qolgani olib ketadi. Sizga aytaman, bitta odam oldidan chiqursangiz